Bugun men pensiya indeksatsiyasi va yosh bo'yicha qo'shimchalar masalasini juda aniq tushuntirib beraman. Chunki bu ma'lumot faqat pensionerlarning o'ziga emas, ularning farzandlari, kelin kuyovlari, nabiralari ya'ni har bir oilaga tegishli. Ko'pchilik pensiyam nega shuncha oshdi? Qo'shimcha pul qachondan tushadi? Yoshim oshgani uchun alohida ustama beriladimi? Hamma bir xil oladimi yoki kimdadir ko'proq bo'ladimi? degan savollar bilan murojaat qilmoqda. Men bugun shu savollarga oddiy tilda, misollar bilan javob beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam o'z haqqini yo'qotmaydi. Avvalo bir narsani tushunib olaylik. Pensiya indeksatsiyasi degani pensiyalarning narx-navoning o'sishi, yashash xarajatlari, ish haqi va budjet imkoniyatlariga qarab qayta ko'rib chiqish demakdir. Ya'ni davlat pensiyani ma'lum foizga oshiradi yoki ayrim toifadagi fuqarolarga qo'shimcha to'lovlarni ko'paytiradi. Bu oddiy sovg'a pul emas. Bu keksalarning real daromadini saqlab qolish, dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar va kundalik xarajatlar oshib borayotgan sharoitda ularga yordam berish mexanizmidir. Oldin ko'p pensionerlar faqat asosiy pensiyasiga qarab yashardi. Masalan, kimdir 1.200.000 so'm pensiya olsa, har oy shu summa tushadi deb o'ylar edi. Lekin amalda pensiya tarkibi bir nechta qismdan iborat bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya ish stajiga bog'liq qism ayrim imtiyozlar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq to'lovlar, shuningdek yoshga bog'liq qo'shimcha ustamalar. Hamma ham bu qismlarni alohida tushunmaydi. Natijada odamlar menga kam tushdi, qo'shnimga ko'proq qo'shilibdi, mening yoshim katta, nega bir xil deb o'ylaydi. Hozirgi o'zgarishning asosiy mazmuni shuki, indeksatsiya natijasida pensiya miqdorlari qayta hisoblanadi. Yosh bo'yicha beriladigan qo'shimchalar ham amaldagi tartibga qarab yangilangan miqdorlarda qo'llanadi. Eng muhim joyi, oshish hamma uchun bir xil so'mda bo'lmasligi mumkin. Chunki kimning pensiyasi yuqori bo'lsa, foiz hisobida oshganda u ko'proq qo'shimcha oladi. Kimning pensiyasi kamroq bo'lsa, qo'shilgan summa ham kamroq bo'lishi mumkin. Lekin ayrim minimal kafolatlar yoki qo'shimcha ustamalar orqali bu farq yumshatiladi. Men buni juda sodda qilib tushuntiraman. Agar pensiya indeksatsiyasi 10% bo'lsa, bu har bir odamga aynan bir xil pul qo'shiladi degani emas. Masalan, 20 million so'm pensiya oladigan odamga 20 ming so'm qo'shiladi. 2 million so'm oladigan odamga esa 200 ming so'm qo'shiladi. Shu sababli pensionerlar orasida nega unga 200 ming qo'shildi, menga 100 ming degan savol tug'iladi. Javob oddiy. Indeksatsiya foizda hisoblanganda boshlang'ich pensiya miqdori katta ahamiyatga ega. Lekin yosh qo'shimchasi alohida masala. Yoshga qarab beriladigan qo'shimchalar odatda keksalik darajasi yuqoriroq bo'lgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash uchun belgilanadi. Chunki Volin 3 yoshdagi pensioner bilan Saqtun yoki Tog'un yoshdagi pensionerning ehtiyoji bir xil emas. Yoshi ulug' insonlarda dori-darmon xarajati ko'payadi. Ko'pincha parvarish kerak bo'ladi. Ayrimlari mustaqil yurib turishda qiynaladi. Tibbiy ko'riklar, transport, hamshira yoki yaqinlarning yordami ko'proq talab etiladi. Shuning uchun yosh qo'shimchalari oddiy pensiya oshishidan farqli ravishda ijtimoiy himoya vazifasini bajaradi. Bu yerda juda muhim jihat bor. Yosh qo'shimchasi avtomatik qo'shiladigan holatlar ham bor. Hujjat yoki ma'lumot aniqlashtirish talab qilinadigan holatlar ham bo'lishi mumkin. Agar fuqaroning tug'ilgan sanasi pensiya tizimida to'g'ri kiritilgan bo'lsa, yosh chegarasiga yetganda ustama avtomatik ko'rinishi kerak. Lekin eski hujjatlar, familiya o'zgargan holatlar, pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, tizimda xatolik chiqishi mumkin. Shuning uchun men har doim pensionerlarga va ularning farzandlariga pensiya varaqasini, bank tushumini, SMS xabarlarini va pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini solishtirishni maslahat beraman. Birinchi navbatda 75 yoshdan oshgan, taqdidin yoshdan oshgan, 9 yoshga yaqinlashgan va uy yoshdan oshgan fuqarolar albatta o'z pensiya hisob kitobini tekshirtirishi kerak. Chunki yoshga doir ustamalar aynan shu toifadagi insonlar uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Farzandlar ota-onasining kartasiga pul tushganini ko'radi, lekin uning ichida pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya qancha, qayta hisob kitob bormi, buni ajratmaydi. Natijada bir necha oy davomida noto'g'ri tushgan summa sezilmay qoladi. Ikkinchi toifa, pensiyasi minimal miqdorga yaqin bo'lgan fuqarolar. Ular uchun har 20 ming yoki 1 ming so'm ham katta ahamiyatga ega. Masalan,
bir onaxon 9 ming so'm atrofida pensiya olsa, indeksatsiyadan keyin unga 90 ming so'm qo'shilishi mumkin. Agar yosh ustamasam bo'lsa, umumiy qo'shimcha bundan yuqoriroq chiqadi. Bu pul bir oylik dorining bir qismini yopishi, kommunal to'lovga yetishi yoki oziq-ovqat xarajatini yengillatishi mumkin. Uchinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Ularning pensiyasi va qo'shimcha to'lovlari bir nechta asosga ko'ra shakllanishi mumkin. Masalan, inson bir vaqtning o'zida yoshga doir pensiya olishi va nogironlik bo'yicha imtiyozli to'lovlardan foydalanishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin har bir to'lovning huquqiy asosi alohida. Shu sababli bunday fuqarolar menda ikkita asos bor. Demak, hammasi to'liq qo'shiladi deb avtomatik xulosa qilmasligi kerak. Ayrim to'lovlar bir-birini almashtiradi, ayrimlari esa birga qo'llanadi. Buni albatta hududiy pensiya jamg'armasidan yozma yoki elektron tarzda aniqlashtirish kerak. 4-toifa yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqqanidan keyin birinchi oyda to'liq summa tushmaganini ko'rib xavotirga tushadi. Aslida ba'zan pensiya tayinlangan sana, oy o'rtasi, hujjat topshirilgan kun, ish joydan ma'lumot kechikishi kabi sabablar bo'ladi. Keyingi oyda qayta hisob kitob qilinishi mumkin. Lekin bu kutib yuraverish degani emas. Agar birinchi to'lov tushgandan keyin hisob kitob tushunarsiz bo'lsa, darhol izoh so'rash kerak. Keling, bir nechta oddiy misol orqali ko'raylik. Masalan, Olmi-Tekis yoshli otaxon 1.500.000 so'm pensiya olayotgan edi. Indeksatsiya 10% bo'lsa, uning asosiy pensiyasi taxminan 1.5 so'mga oshadi. Demak, yangi oyda 1.6 so'm atrofida tushishi mumkin. Agar unga alohida yosh ustamasi hali tegishli bo'lmasa, qo'shimcha faqat indeksatsiya hisobidan bo'ladi. Ikkinchi misol. Tabiiy 2 yoshli onaxon 1.300.000 so'm pensiya oladi. U yoshi bo'yicha alohida qo'shimchaga haqli bo'lishi mumkin. Indeksatsiya bilan pensiyasi 1.000 so'mga oshadi. Yosh ustamasi esa amaldagi tartibdagi miqdorda qo'shiladi. Agar yosh ustamasi, masalan, bazaviy miqdorga bog'liq tarzda hisoblansa, bazaviy miqdor oshganda bu ustama ham o'zgaradi. Natijada onaxon faqat 1.000 so'm emas, undan ko'proq qo'shimcha ko'rishi mumkin. Shu sababli faqat SMSdagi umumiy summaga qarab emas, uning tarkibini bilish kerak. Uchinchi misol. 90 yoshli boboning pensiyasi 2 million so'm, indeksatsiya 10% bo'lsa 200.000 so'm qo'shiladi. Agar do'qqilim yoshdan yuqori bo'lganlar uchun belgilangan qo'shimcha yuqoriroq bo'lsa, bu ustama ham qo'shiladi. Bunday holatda jami o'sish 200.000 so'mdan sezilarli katta bo'lishi mumkin. Oiladagi farzandlar ko'pincha otamga bu oy ko'p tushibdi, bir martalik yordam bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Aslida bu doimiy ustama yoki qayta hisob kitob bo'lishi mumkin. Shuning uchun aniqlashtirish muhim. 4-misol. Bir pensioner 1.100.000 so'm oladi. Lekin bank kartasiga 1.400.000 so'm tushdi. U darhol pensiyam 300.000 ga oshdi deb xulosa qiladi. Biroq bu summa ichida o'tgan oydan qolgan qayta hisob kitob, kompensatsiya yoki kechikkan to'lov ham bo'lishi mumkin. Keyingi oy yana boshqa summa tushsa, odam chalkashadi. Men bunday vaziyatda har doim to'lov tafsilotini olishni tavsiya qilaman. Qaysi qismi asosiy pensiya, qaysi qismi indeksatsiya, qaysi qismi ustama, qaysi qismi o'tgan davr uchun hisoblangan. Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yosh chegarasi bo'yicha alohida ustamaga hali yetmagan bo'lsangiz va indeksatsiyadan keyingi summa foiz hisobiga mos kelsa, katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir kamida bir marta hisob kitobni tekshirib qo'yish foydali. Chunki xato doim ham katta ko'rinishda chiqmaydi. Ba'zan 20.000, 20.000 yoki 7.000 so'mlik farq oylar davomida yig'ilib qoladi. Agar siz pensiyani naqd pul shaklida olsangiz, pochta yoki mahalla orqali yetkazib berilsa, ham to'lov varaqasini so'rashga haqlisiz. Pulni olib qo'l qo'yishdan oldin summa to'g'ri ekanini tekshiring. Yoshi ulug' odamlar ko'pincha bolam nima bersa shuni olamiz deb e'tibor bermaydi. Lekin pensiya bu sadaqa emas, qonuniy haq. Har bir so'm hisob kitob asosida berilishi kerak. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga to'xtalaman. Birinchi nozik jihat indeksatsiya sanasi. Farmon yoki qaror chiqqan sana bilan pul kartaga tushadigan sana har doim bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, oshirish ma'lum oyning birinchi sanasidan amal qiladi. Lekin bank to'lov keyingi oyning boshida yoki belgilangan grafik bo'yicha tushadi. Agar kechikish bo'lsa, o'tgan davr uchun farq keyin qo'shib berilishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat.
pensiyaning hamma qismi bir xil foizga oshmasligi mumkin. Ayrim qo'shimcha to'lovlar alohida tartibda belgilanadi. Masalan, asosiy pensiya indeksatsiya qilinadi. Lekin bir martalik yordam yoki vaqtinchalik kompensatsiya alohida hisoblanishi mumkin. Shuning uchun hammasiga 10% qo'shilishi kerak edi degan xulosa har doim to'g'ri bo'lavermaydi. 3-nozik jihat. Ishlayotgan pensionerlar. Agar pensioner ishini davom ettirayotgan bo'lsa, uning pensiyasi, ish haqi va ayrim to'lovlar bo'yicha hisob-kitoblar alohida tartibda yuritilishi mumkin. Ish beruvchi tomonidan ma'lumotlar o'z vaqtida topshirilmasa, qayta hisob-kitob kechikadi. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ish joyidagi kadrlar bo'limi yoki buxgalteriyada elektron mehnat daftarchasi, ish staji va sug'urta badallari to'g'ri aks etayotganini tekshirtirishi kerak. 4-nozik jihat hujjatdagi tug'ilgan sana. Ba'zi keksa fuqarolarda eski metrika, pasport, arxiv ma'lumoti va hozirgi ID karta o'rtasida farqlar uchraydi. Bir hujjatda tug'ilgan kun 1 yanvar, boshqasida 25 fevral bo'lishi mumkin. Yosh ustamasi aynan tug'ilgan sana asosida belgilanadigan bo'lsa, bunday farq pul tush vaqtiga ta'sir qiladi. Agar siz taqvimli yoshga to'lgan bo'lsangiz, lekin tizimda hali 7-9 yosh ko'rinayotgan bo'lsa, ustama kechikishi mumkin. 5-nozik jihat vafot etgan pensionerning oila a'zolari. Ba'zan pensioner vafot etgandan keyin oxirgi oy pensiyasi, dafn puli yoki olinmay qolgan summa bo'yicha savollar tug'iladi. Bu holatda merosxo'rlar yoki yaqin qarindoshlar tegishli hujjatlar bilan murojaat qilishi kerak. Lekin bu pullar avtomatik hamma qarindoshga berilmaydi. Kim murojaat qilyapti, qanday hujjat bor? Pensioner bilan qarindoshlik qanday tasdiqlanadi? Bularning hammasi muhim. 6-nozik jihat qo'shnim oldi, men olmadim degan taqqoslash. Men doim aytaman. Ikki pensionerning yoshi bir xil bo'lishi mumkin, lekin pensiya miqdori, staji, ish joyi, imtiyozi, nogironlik guruhi, oilaviy holati, qayta hisob-kitob sanasi farq qiladi. Shuning uchun qo'shni bilan solishtirish faqat taxmin beradi, aniq javob bermaydi. Aniq javobni faqat shaxsiy pensiya hisob-kitobi beradi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3 oylik pensiya tushumini tekshiring. Bank SMSlari, bank ilovasi, plastik karta tarixi yoki pochta to'lov varaqasini ko'ring. Indeksatsiyadan oldingi summa qancha edi, keyingi summa qancha bo'ldi, farq qancha chiqdi, yozib oling. Agar har oy turlicha summa tushgan bo'lsa, buning sababini alohida so'rash kerak. Ikkinchi qadam, pasport yoki ID karta ma'lumotlarini tekshiring. Tug'ilgan sana, familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilganmi? Eski pasportdan yangi ID kartaga o'tganda xatolik bo'lmaganmi? Bunga e'tibor bering. Ayniqsa 75-90 yosh chegarasiga yaqin fuqarolarda bu juda muhim. 3-qadam, hududiy pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Murojaatda shunday yozish mumkin. Mening pensiyam indeksatsiyadan keyin qayta hisoblangan miqdori, yosh bo'yicha qo'shimcha ustama mavjud yoki mavjud emasligi, to'lov tarkibi va qayta hisob-kitob sanasi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Bu jumla oddiy, lekin juda foydali. Chunki siz umumiy gap emas, aynan hisob-kitob tafsilotini so'rayapsiz. 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta pensiyasi guvohnomasi bo'lsa, u bank karta ma'lumotlari, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha hujjat, ismi yoki familiyasi o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki boshqa tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar farzand ota-onasi nomidan murojaat qilsa, ishonchnoma yoki qonuniy vakillikni tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. 5-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar summa sizga tushunarsiz bo'lsa, yozma javob so'rang. Yozma javobda qaysi sanadan qancha pensiya tayinlangani, qaysi ustama qo'shilgani, qaysi oy uchun qayta hisob-kitob qilingani ko'rinishi kerak. Keyinchalik nizo chiqsa, aynan shu javob asos bo'ladi. 6-qadam, agar xato aniqlansa, qayta hisob-kitob talab qiling. Masalan, inson aqlli yoshga to'lgan, lekin ustama 2 oy qo'shilmagan bo'lsa, u faqat kelasi oydan emas, huquq paydo bo'lgan sanadan boshlab qayta hisoblanishini so'rash kerak. Bu yerda eng muhim narsa. Mening huquqim qachondan paydo bo'lgan degan savol. Agar huquq oldingi sanadan paydo bo'lgan bo'lsa, farq ham o'sha davr uchun hisoblanishi mumkin. Yana bir amaliy maslahat. Pensionerning farzandlari har oy kamida bir marta ota-onasining pensiya tushumini tekshirib qo'ysin. Bu nazorat qilish degani emas, bu yordam berish degani. Yoshi ulug' odamlar bank ilovasidan foydalanmasligi, SMSni o'qimasligi, pul yechilganda komissiya yoki qoldiqni tushunmasligi mumkin.
Agar oila a'zolari buni tartibli kuzatsa, xato tezroq aniqlanadi. Menga eng ko'p beriladigan savol: pensiyam oshganini qayerdan bilaman? Eng sodda javob: eski va yangi tushumni solishtiring. Lekin to'liq javob: pensiya jamg'armasidan pensiya tarkibi bo'yicha ma'lumot oling. Chunki faqat kartaga tushgan umumiy summa har doim ham to'liq manzara bermaydi. Ikkinchi savol: yosh qo'shimchasi avtomatik tushadimi? Ko'p holatda tizimda ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, avtomatik bo'lishi kerak. Lekin men amaliyotda hujjat xatosi tug'ilgan sana farqi. Ma'lumot yangilanmagani sababli kechikishlar uchrashini ko'rganman. Shuning uchun yosh chegarasiga yetganingizdan keyin bir oy ichida to'lovda o'zgarish bo'lmasa, murojaat qiling. Uchinchi savol: agar pensiyam kam oshgan bo'lsa, nima qilaman? Avval foizni o'zingiz taxminan hisoblang. Masalan, eski pensiya 1 million 400 ming so'm bo'lsa, 10% oshish 1 ming so'm atrofida bo'ladi. Agar sizga atigi etimi qo'shilgan bo'lsa, buning sababi bo'lishi mumkin. Pensiyaning hamma qismi indeksatsiya qilinmagan, qayta hisob-kitob keyingi oyga qolgan yoki tizimda xato bor. Shunda yozma izoh so'rash kerak. 4-savol: qo'shimcha pullar bir martalikmi yoki doimiymi? Indeksatsiya odatda doimiy miqdorni oshiradi. Yosh ustamas ham agar shaxsning huquqi saqlanib tursa, doimiy tarzda berilishi mumkin. Lekin bir martalik yordamlar, kompensatsiyalar yoki o'tgan oylar uchun farq doimiy emas. Shuning uchun bir oy ko'p tushgan pulni darhol kelasi oy ham shunday bo'ladi deb hisoblamang. 5-savol: men qishloqda yashayman, qayerga boraman? Hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mavjud elektron xizmatlar orqali murojaat qilish mumkin. Agar internetdan foydalana olmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqin qarindoshingiz yordam bersin. Lekin hujjatlarni begonaga bermang. Plastik karta parolini hech kimga aytmang. Eng katta xavf bu yolg'on xabarlar. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerga falon million berilar ekan, ariza yozmasangiz pul olmay qolasiz, karta raqamingizni yuboring, ustama chiqarib beramiz degan xabarlar tarqaladi. Men qat'iy aytaman, pensiya va ustamalar faqat rasmiy tartibda hisoblanadi. Hech kim Telegram orqali karta parolingizni, SMS kodini, pasportingizning barcha rasmlarini so'rab, sizga qonuniy ustama chiqarib bera olmaydi. Bunday holatda firibgarlik xavfi juda yuqori. Ikkinchi xavf befarqlik. Ayrim pensionerlar davlat o'zi biladi deb yuradi. Albatta tizim ishlaydi, lekin inson o'z huquqini tekshirishi kerak. Ayniqsa yosh qo'shimchasi, staj bo'yicha qayta hisob-kitob, hujjatdagi xatolar masalasida faol bo'lish zarur. 3-xavf noto'g'ri maslahat. Kimdir menga shunday bo'lgan, sizga ham shunday bo'ladi deydi. Lekin pensiya shaxsiy hisob-kitob. Har bir odamning mehnat staji, oyligi, imtiyozi, yoshi, toifasi alohida. Shuning uchun men doim rasmiy javobga tayanishni maslahat beraman. Bugungi mavzuning eng asosiy mazmuni shuki, pensiya indeksatsiyasi pensiya miqdorini oshiradi, lekin hammaga bir xil summa qo'shilmaydi. Yosh qo'shimchalari esa yoshi ulug' fuqarolar uchun alohida muhim yordam bo'lib, ularning to'g'ri hisoblanganini tekshirish kerak. Ayniqsa 75. Dabin yerim to'plamin yoshdan oshgan pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, minimal pensiya oluvchilar va yaqinda pensiyaga chiqqanlar o'z hisob-kitobiga e'tiborli bo'lishi zarur. Men sizga tavsiya qilaman. Oxirgi pensiya tushumlarini solishtiring. Hujjatlaringizni tekshiring. Pensiya jamg'armasining to'lov tarkibini so'rang va agar xato bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qiling. Pensiya bu sizning qonuniy haqingiz. Uni tushunish, tekshirish va o'z vaqtida talab qilish uyat emas. Aksincha bu to'g'ri yondashuv. Sizning hududingizda pensiya qancha oshdi, yosh qo'shimchasi tushdimi? Hisob-kitobda tushunarsiz joy bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, bobolaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida aytilgan maslahat bir oilaning haqini saqlab qolishi mumkin.